Bu yigit haqida men zo'r nimam borda, ta'rifim bor bu yigitga. Abduvositga. Yesa yemasa deydi-ku, hazil huzul bilan boshida yesa yemasa deb boshlaganda, bugun O'zbekistonda mana masalan hozir intervyu oladigan 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa sanaladi-da. 5 talikda sanaladi mana shu. Mana yesa yemasa deganimki, Abror Muxtor Alini chaqiradi-da. U qarsizda bor-ku. Hamda Abror Muxtor Ali o'tirganda o'zini tutadi-da. Men juda ko'p haligi hazil huzul orasida gapirardik-ku, o'rtog'im bo'lganda hozir sal notur. Chunki misol uchun ma'lum odam normal qabul qilaveradi. Bir xilgilar bor, bunday qaraydi-da, ha bu kim bu artist? Bitta cho'qisa ketasan. Endi intervyularni bundan oldin boshlagan odam sifatida bunga aytaman-da, shunaqa qilki, sal nima bilan turur ro'parangdek odamga. Kamtarroq bo'ldi. Ha. Chunki u yerda yutqizib qo'ysang ham, o'zi boshidan o'zi yutqiziq boshidan edi-da. Keyin u qarshisida turgan odam baribir allakimku. Bu normal yutqizish. Endi seni bilmaydigan odam ko'rdida boshida shu yerga o'xshab turibsan deb yutqizib qo'ysang, u yomon bo'ladi. Buni alohida Abduvositning jihatlaridan biri odamga eng muhim paytda kerak bo'lgan. Masalan, to'y qilayotgan paytingizda, o'zi hamma yoningizda sizga unaqa ko'p odam kerak emas, 50 ta odam yetadi, to'yingizni bang'ir-bung'ir o'tkazasiz. Lekin odamning uyida janoza bo'lib qoladi-ku. Qancha odam ko'p bo'lsa yaxshi-da. Qancha ko'p odam tasalli bersa yaxshi-da. Bu bola odamga qo'l cho'zishni paytini biladi. Misol uchun o'sha nog'orroq kuningiz bo'ladi-ku. Ko'z tegmasin, uzog'i 5-chi bo'lib telefon qiladi. Uzog'i 5-chi bo'lib telefon qiladi.